haqiqiy go'zallarini olib kelibsiz. Mana bu qaranglar, jonivorlar akalar, hazilakam narsa emas-da. To'g'ri akalar, bir xilga odam negativ yozishi mumkin, lekin mana unaqangi toza narsalarni ishoning topish qiyin. Bu yangi chiqqan zot. Ha, yangi chiqqan zot. Rangini qaranglar akalar. Bunaqa rangli qo'ydi. Akalar, Arashan bo'g'oz sog'liqlarni qidirib yuribsizmi? Haqiqiy zo'rini, haqiqiy maza qilib boqadigan ideallaridan yig'aman deb akalar bizni kuzatib yuribsiz. Xudo xolasa sizlarga bugun vobshi ideallaridan o'ta ham go'zallaridan akalar topib qo'yganman. Hammasi akalar naqd bo'g'ozidan, zo'ridan, tozasidan mana unaqangisidan boqasiz. Kim olib kelgan deysizmi akalar? Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Keling Murodjon aka, yetib keldingizmi? Yana udorlari keldi. Qiliqlari keldi. Obunachilar videoni boshidan oxirigacha ko'rib, laykni yurakdan, chin yurakdan shunday bosib turasizlar. Men naqdlarni bugun sindirib beraman shu Murodjon aka. Xudo xolasa chiroyli, o'ta go'zallari kelgan. Zo'rlari kelgan, ha? Zo'rlari kelgan aka, egizchilar, ona bolalar aka, toza zotli Arashan qo'ylar kelgan. Obunachilaringiz laykni bosib, paddeshkada tursin bo'ldi, boshqa narsa. Tez narxini chiqarib beramiz-da. Tars bo'ladi bugun, ishonavering. Bugun boshqacha video bo'ladi. Bugun bo'ldi. Bo'lmasam akalar biz boshladik. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Kanalimizda ashaddiy obunachilar. Mana unaqangi akalar haqiqiy tozasini, go'zalini boqaman deb qidirib yurgan aka-ukalarimiz. Akalar xudo xolasa bugun sizlarga ishoning boshqacha qo'ylarni chiroyli narxda va boshqacha narxda chiqarib beramiz akalar. Xo'p, birinchi partiyamizga uka nechta dona? 10 dona aka, bir pochka. 10 dona bir pochka. Ha, udori ideali zo'r aka. Jonivorlarni qaranglar akalar. Haqiqiy ishoning seleksionerda qo'ylarimi deyman uka? Ha, aka bitta qo'ra ishani qaranglar jonivorlar. Hammasi o'ta ham go'zal. Yosh qanday uka? Yoshlar yosh aka, 2 tish 4 tish aka. Qarang, 4 tishni chiqaryapti ekan, ha? Xudo xolasa aka. Haqiqiy ideallari aka. Ishonavering, qo'ylar haqiqiy pulga arziydigan chiroyli vajlar. Eng muhimi aka, naq yaqin bo'g'oz aka. Mana. Bu ham 4 tishga endi chiqibdi-da. Belgilari bilan hammasini aka ma'lumotlari bor. Hammasi ideal. Buni ham yoshini ko'rib qo'yaylik-da. Bu ham 2 tishga endi chiqibdi. Jonivor aka, Xudo xolasa aka qo'ylarimni o'ta yosh ishonavering aka. O'ta yosh. Ha, mendan ham yosh qo'ylar. Hammasini ko'raverasiz. Hammasi ideal. Xudo xolasa maza qilib boqadi. 100% bo'g'oz aka, Xudo xolasa hammasi. Hammasi 10 donasi ham 100% bo'g'oz aka, Xudo xolasa 7 ishchidan umuman o'ylanishmas aka. Bir hafta kafolatini beraveraman. Ikkita ko'rasiz. Ikkita akalar ko'rsangiz, qo'ylar o'zini ko'rsatadi. Bor, ko'rinadi qo'ylar. Hammasi yelin sotib aka qonunlari osilyapti aka, ishonavering. Xudo xolasa, mana qarang yuzlarini akalar. Yuzi tiniq, o'zi tiniq aka. Jasadi ham katta kelgan aka. Quloqni qarang, quloqni akalar mana. Murodjon aka, mashalloh. Haqiqiy zo'rlari. Hop, 10 dona 7 ishtilari zo'r. Bir hafta kafolatini beraman aka. Yem yeb turgan vajlar aka. Dalaniki emas aka. Yem yeb turgan qo'chqorni ham lekin aka zo'ri qo'shilgan. Ishonavering aka. Hop, uka. Bo'ldi. Hamma gap narxida-da. Necha puldan qilib beramiz? 10 donasini bir joyga olsin mana akalar. Hammasi yilin qo'zg'ab bo'ldi. Kelishtirib beraman aka. Qaranglar, jonivorlarni hammasi ideal. Og'on odam baraka topish kerak aka. Eshitdingda? Bir kishi olsin, maza qilib olsin uka. Aka 8,5 milliondan berishmaydi-da, eshitdingmi? 8 milliondan ham berishmaydi aka. Hop, 7 milliondan ham berishmaydi. Raz 7 ga tushadi. Ha, 7 milliondan ham berishmaydi aka. 6 million 850 ming so'mdan berishadi aka. Dastlabki yoshida ularga yetib boradi. Yo'q. 6 million 850 ming so'mdan aka, naq bo'g'oz Arashan qo'yiladi. Yo'q, eshittiring. aka. Chiroyli qilib bering aka. Bo'ldi aka. 10 donasini bir joyga. O'ta go'zal oldi aka. Saç-pachlarni tarab, chiroyli kostyum shimlar kiyib chiroyli. 6 million 600 dan ketdi aka. Otangga rahmat deb. 6 million 600 mingdan ketdi. Aka qo'ydi aka. Yo'q, gap yo'q. To'g'ri. Haqiqiy go'zallarini olib kelibsiz mana. Buni qaranglar, jonivorlar akalar. Hazilakam narsa emas-da. To'g'ri akalar, bir xilga odam negativ yozishi mumkin, lekin mana unaqangi toza narsalarni ishoning topish qiyin. Lekin bunaqa narxga topish ham qiyin. Lipoy yerga aka solishtirib olaveradi deb men bekarga aytmayman aka. Bozorini ham, internetni ham aka o'zim ham ko'raman-da, to'g'risiga. Lipoy yerga solishtirib olsa aka. Zangaliyatda 8,5 7,5 narxlar yo'q. 7 million 6 million 600 dan ketdi uka. Yo'q, eshitdiring. 6 million 800 ming so'mdan beri sotanga rahmat. 6 million 700 dan uka. 6 million 700 ming so'mdan olib berasiz. Bor aka. Ketdimi? 6 million 700 ming so'mdan dastlabki 10tasi bir joyga. Bir joyga oldim degan. Gapsiz yo'q. Akalar, shoshilib telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Lekin o'ta ham go'zallar. Videoni boshdan oxirigacha ko'rib, laykni Murodjon aka, obunachilaringiz paddeshga ishonib yoruveryapti aka. Haqiqat. 2000 tadan kam like bo'lmayapti. Aka, prosmotram aka. Bitta prosmotrga endi bittadan like uramiz, ishonavering aka. Jon oladi. Go'zallar. Keyingi zo'rlarini o'tdiga. Aka, ishonib videoni oxirigacha ko'ring hoji aka. Haqiqiy sifatlisidan bo'lsin, lekin naqd bo'g'oz bo'lsin, qo'zini narxida maza qilib boqaman. Qo'zin narxida bo'lsin degan aka-ukalarimiz ham bor. Mana unaqangi akalar haqiqiy
o'sha tozasini eng yoshini qidirib yurgan aka-ukalarimiz, eng muhimi mana bunaqangi yelin qo'zg'ab qolganlarni qidirib yurgan aka-ukalarimizga akalar mana sizlar uchun qo'zini narxida qo'yib berasizmi-ku? Sog'liq qo'yiladi Murodjon aka, hamma Bo'g'oz. mana qilib balanddan kelaveryapti aka, puli yengil aka, men pastga tushamaysiz turing, narxlarni yorib yuboraman. Narxlar ham pastga tushadi. Vobsh pastga tushib ketadi Xo'p, aka. uka. Bugun hamma yoqqa mana shu narxlarni qo'yaman aka. Arzon qo'yman bor dedingiz. Bor aka, ha, negativ yoz bo'lganda aka ko'pchilik. Mana arzon qo'y, qo'zini pulda beraman aka. Ikkinchi partiyamizga Ikkinchi partiya. vobshi Murodjon aka, puli yengillar. eshiturim. Bugun mana shu videoga Murodjon aka Hop. ketyapti. Bugun mana shu videoni chiqaraman, eshiturim. Hamma yoqqa ta'sir qilmasa aytasiz. Internetga ham, bozorga ham ta'sir qiladi. Xo'p, uka soni nechta dona? Soni Murodjon aka 15 dona aka. 15 dona. Ha, naq bo'g'oz variantlaridan. Chiroylilaridan akalar maza qilib boqadigan aka. zo'rlaridan. Eybi Murodjon aka, pardoz berilmagan oriq aka vajlar. O, qaranglar jonivorlar. Lekin yelin qo'zg'abobda hammasi dalava. Hammasi dalava. Xo'p, yoshlari qanday? Yoshlari yosh aka, 2 tish, 4 tish, 6. Bittadan ko'rsatib o'tib ketaylik. Yalni bo'ladi aka. Qarang jonivorlarni. Mana Ochaylar chiqishini buni nechta aka? ichga chiqibdi. Mana aka. Bunisi qo'zichoq ekan. O, jonivorlar, qaranglar, hammasi akalar chiroyli kelishgan, eng muhimi maza qilib boqadigan. Yedi ishtilari zo'r. Bir hafta kafolatini beraman aka. Bitta mana o'sha oq ayiq deydimi? Bitta. Ha, Ola parodasi bor ekan, ha? Ha, modasi deyishaveradi O, aka. qaranglar, hammasi yelin qo'zg'abobda, uka. Hop, 15 dan nech puldan qilib beramiz, uka? 15 dan aka. Quloqlarini. Qo'ltashang aka. 6 million, 5,5 million, 5 million, 49, 48, 47, 46 dan ham to'ydim aka eshiturim. 4,5 dan sotdim. Bor aka. Ketdimi? Ketdi o'ylanmasdan. 15 ta bir joyga olgan odam bor. 4,5 milliondan. Ketdi aka. O'zingizdamisiz? Ha, bitta ikkita olaman degan odam bo'lsa ham telefon qilasiz, sotaveraman aka. Gap so'z yo'q. Akalar, shoshilib telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Mana unaqangi haqiqiy chiroylilari, maza qilib boqadiganlar. Eng arzoni kanalida haqiqiy eng arzonlar. To'ppili bo'ladi aka. Bunaqasi hech qayda bo'lmagan ham bo'lmaydi ham. Gap so'z yo'q. Ketaveradi. Keyingi partiyamizga o'tdik. Keyingi partiyamizga ham vobshi dahshatlardan haqiqiy akalar maza qilib boqadigan shalpan quloq, eng muhimi akalar yoshlaridan. Taniqlaridan Murodjon aka haqiqiy o'sha nasldor qo'y qilib olib yuraman, bolalarimni tushiraman, yaxshi qo'z tushiraman degan obunachilaringiz bo'lgan bo'lsa aka, tavsiya beraman aka. Mana unaqangi oq yuzlaridan, ha? Yoshlari yoshmi-ku? Aka 2 tish, 4 tish aka. Endi chiqaryapti ekan, ha? Aka ichida. Kam lekin. 6 tishkan. Ha, olti Lekin tishkan, akalar soni 20 yuziga dona ekan. e'tibor beraverasiz qo'yiladi. Hammasini akalar yuzi tiniq, maza qilib boqadigan, kelajagi borligi haqiqiy yuzidan bilinadi akalar Soni aka qo'yiladi. 20 dona. Hammasida xolosa bilinib qolgan, ha? Aka, mana bitta yangi zotdan ham olib qo'yganman obunachilarim. Bu yangi chiqqan zot. Ha, yangi chiqqan Bu zotdan. rangini qarang, akalar. Boshqacha. Bunaqa rangli qo'ydi. Ko'rganmisizlar mana? Yozib ketinglar kommentariyada. Aka, hammasi anaqa bo'g'oz Bu aka. qarang rangini. Yosh qanday uka buni? Ko'raylikchi. Bu yangi chiqqan zot. Ha, yangi chiqqan. To'rt Aka, tushga o'zim yangicha pulga kelgan. Lekin obunachilarimizga yengil qilib beraveraman aka. Qo'y, qarang, Yangi jonivorni. parovoda aka bu. Qo'yib yuboringchi. Zotni ham ko'paytiraman degan obunachimiz bo'lsa. Akalar qaranglar, haqiqiy. Maza qilib boqadigan zo'rg'an aka. Zo'rlarida. Soni nechta dona? Soni 20 bosh aka. Hammasi naq bo'g'oz aka. Yebichari zo'r aka. Xolos. Tishini ham och. Aka mana. Bu hali qo'zichoq ekan, uka, ikki tish ham emas, qo'zichoq ekan. Jonivorlarni qaranglar. Qilyapti tish olishga. Xolos aka naq bo'g'oz qo'ylar. Hammasi shalpan quloq. Ideal holatda aka qo'ylar. Hammasi shalpan quloq. Xo'p, soni 20 bosh aka. 20 bosh. 7 ishtilardan muammo bo'lishi mumkin emas. Beraman aka. Yemagani, ichmagani, yo'talgani aka. Polag'i bo'lsa menga tan aka. Xudo xolasa unaqasi uy o'tiradigan yo'q. Umuman yo'q, ha. Dastlabki ichida bo'ladi, chiroyli Mana qarang, jonivorni. Mana shuni bitta ko'raylikda, ana shuni ushangda. Haqiqiy ideal ekan, ha. 20 ta hamma bir kishi olishi ham shart emas aka eshiturim. Xo'p. Kimdir bittaga qo'yib beradi, kimdir ikkitaga sotaveraman aka, farqi yo'q. Bu qarang, yuzini. Kommentariyada yozishyapti. Yoshini ko'rib o'tib ketaylik-da buni ham. Mana obunachilarimiz akalar mana 4 ishga endi o'tibdi. Bu jonivorni qarang aka. Qulog'ini, orqalarini ham bitta ko'rib qo'yaylik-da mana. O o'ta chorsa ekan jonivor, ha. Qo'ymas aka bu. Mana akalar, haqiqiy idealidan boqaman degan aka-ukalarimiz. Xo'p, uka bo'ldi. Buni 20 tasini bir joyga chiroyli qilib ayting. Bir joyga aka. Qo'ltasham. Nech puldan? Dangal gapiraman. 6,5 million so'mdan dastlabki ashli Yo, ketadi. yo, kelishtirib uka. 6 million 400 dan. Chiroyli qilib 6 million 300 dan. Bo'ladigan qilib. 6 million 250 ming so'mdan sotdim. Gap so'z yo'q. Akalar,
shoshilib aloqaga Tez chiqaverasizlar. aloqaga chiqsin. Haqiqiy Siz like ni bosib zo'rlari maza qilib tiniqlari hali ko'paytiradi. oldinda. Arzon qo'y, bormi deyishki, Bor aka. so'rab qolishadi-yu, bormi? Bor aka. Chiqadi, ha? Chiqadi. Arzonlar ham chiqadi. Вообще Gapsiz aka yo'q. darim pulda chiqadi. Bo'ldi, akalar, shoshilib telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Haqiqiy maza qilib, zo'rini boqaman degan aka-ukalarimizga akalar. Haqiqiy go'zallari. Keyingi partiyamizga o'tdik-a. Qo'llab-qo'tlab turing, siz like bosmayapsiz. Gap yo'q. Aka kambag'alni bo'y qiladigan variantlarida yetib keldi aka. Yo'q-a. Ishonavering. Haqiqiy yonida bolasi qo'chqori bilan, aka. Hammasining bolasi qo'chqor aka, ishonavering. Vallahi qaranglar, akalar, mana qo'zichoqlar. Ha. Tug'ishni boshladi aka, bo'g'oz qo'ylarimiz xudo xolasa aka. Xudo xolasa, soni nechta dona? Murodjon aka 5 dona. 5 dona ona bola, 4 donasini yoshi aka, ikkinchidan bolalari shular. 4 ta. Ha, 4 dan. Bir donasini 6 kishi aka, 3-chi bolasi. Qaranglar jon. Hammasini aka bolasi qo'chqor aka. 5 ta ona bola, hop, kalla boshiga 10 dona qo'y akalar. 10 dona qo'y. Hop, hammasini bolasi qo'chqor dedingiz-a? Hammasini bolasi qo'chqor. Hammasini dokumentlari joyida. Joyida aka. Bitta mana Murodjon aka oqayig'idan bor aka. Bir dona mana. Ha, mana oqayig'idan. O'n qaranglar, jonivorda akalar qo'zi. O'ta go'zallari aka. 5 ta qo'ya olmayapman. Bo'g'oz narxida ketaveradi. Bo'g'oz narxida ketaveradi aka. Narxi yengil. Aytsam o'zi. Bir donasi 6 tish, qolgani 4 ta, ha? Bolalari ham yosh chiroyli qo'zlar aka. Hali Xudo xolasa qo'chqor qilib olishadi, ha? Bolasi qo'chqorda arzon narxga qidirib yurgan aka-ukalarimizga hop, necha puldan qilib beramiz? Bola deganini ayting. 5 ta hali Bo'g'oz narxida, ha. Bo'g'oz narxida ketdi. Bitta narx ayting. Bo'g'ozlar qancha tushyapti? 6,5 dan tushyaptimi? Ha. 6,5 dan emas, men 6 million 200 ming so'mdan beraman aka. 6 million 200 ming so'mdan Bo'g'oz narxidan ham past bo'lsa mana shu. 5 tasini ham bolasi qo'chqor. qo'chqor aka. Gapsiz. 6 million 200 ming so'mdan. Akalar, shoshilib telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Mana sizlarga akalar, haqiqiy akalar, bular yem ko'rmagan variant. Shuning uchun onalari ozgina akalar. Yemini berib, xudo xolasa ozgina parvarishni qilsangiz akalar, ancha-muncha foyda qiladi. Xudo xolasa bahorga chiqib. Lekin ham sotaveraman. hammasini bolasi qo'chqor. Liboyni usha olish olsin, ha? Olish aka 6 Ketdi. million 200 ming so'm. Shoshilib telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar akalar. Xudo xolasa maza qilib boqadagani zo'r akalar. Keyingi partiyamizga haqiqiy chiroylilaridan. Menga shalpan quloq bo'lsin, o'zim katta qilaman, yoshligidan tarbiyalayman. Haqiqiy o'zimga qo'y qilib olaman degan aka-ukalarimizga akalar, haqiqiy shalpan quloqlaridan. Birinchi bolasini o'zim olaman, katta qilib degan obunachilarimizga haqiqiy arashan qo'zini, haqiqiy zotlisidan ikaga puli yengilidan keldi aka. Qaranglar, jonivorlar akalar. Haqiqiy zo'rlari aka. Haqiqiy tiniqlaridan. Piyallari aka. Xo'p, soni nechta dona? Murodjon aka 22 dona. 22 dona. Nechtasi qo'chqor? Aka 3 donasi qo'chqor aka. Xo'p, Qolgan urg'och. qolgan urg'och. Ha, yeb ichari zo'r. Bir joy yog'onimda xolos yetadi aka buni. Xudo xolasa, Ha, dona yo'q, bo'lib sotaveraman. yosh oyliklari Aka 6 oylik ag'barda aka, 6 oy, 5 oy har xilda aka. Xudo xolasa 5-6 oylik. Ha, shunaqa aka. Yedi ishtilari zo'r, sog'liklari sog'lom. Yemagani, ichmagani, yo'talgani menga tan aka. Yuzlariga e'tibor bering akalar, qo'yiladi. Hammasini bir kishi olib, bir joyga tashlab qo'ysa, xudo xolasa, maza qilib ko'paytiradigan akalar zo'rlar. To'shlarini qarang, jonivorlar. Yallar aka. Xo'p, uka, 7 ishtilari zo'r. Kafolatini Bo'ylarini ham o'lchab beramiz, uzoq yaqindagilarga. Bo'ylarini ham hamma yo'g'ini o'lchab beramiz aka, chiroyli narxga beramiz. 7 ishtilari ham zo'r. Ha, dastlabkasini ham Bo'ldi, metrda olib keling, uka. Bo'ldi, realni bo'ladi aka. Mana akalar, jonivorlarni qaranglar, haqiqiy zo'rlar. 3 dona qo'chqori bor, ha. Quloqni qarang, quloqni akalar. Haqiqiy o'zingiz qo'y qilib olsangiz aka, maza qilib, boqib, xudo xolasa, uni barakasini topasiz. Qo'ying metrda aka. Uzoq yaqindagi obunachilarimizga. 70 pilis narigisiga qo'ying. Narigisini qochirib yuboradi shu. Ushab keling. Liboy bittasini olib keling. Qo'lga Mana, kelgan. akalar. Bu ham 70 pilis aka. Hammasi xudo xolasa 70-75 ham chiqyapti mana. Eng kichkinasi ham 70 pilisida. 70 pilis aka. 70 ga olishsin aka, unaqa kichkina qo'z emas. Ha, xudo xolasa borgandan Eshittiring. 75 chiqib bersa. O'tgan safar 4 million 200 ming so'mdan qo'ydingiz. 19 200 ming so'mdan. bo'ldi aka. Bo'ldi, uni bir joyga beribsiz. Buni nech puldan? Bu ham 4 million 200 dan sholarni. Yo uka, buni yarashmaydi uni. Arzonchi Diyorbek uka, qaysi? Mana unaqangi shalpan quloq qo'zularni arzon qilib berib, qaysin qaytganda ham. Bo'ldi, 4 million 100 dan aka. Yo, bo'la degan qilib. 4 million so'm otang beraman deysiz. Yo uka, pastida bo'lsin. 4 milliondami? Ha. 25 mingdan degan uy oldim. 39,5 dan otang beraman. 3 million 950 dan. Ketdi aka. 22 donasi bir joyga. Ha, ichidan bitta Gap lipoyni ham so'z yo'q. tanlab olsak, kelishaveramiz aka, sotaveramiz aka. Shoshilib telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. 3 million 950 ming so'mdan akalar, qo'zini haqiqiy zo'ri 70 dan baland lideri akalar. Eng kichkinasi ham 70 dan baland chiqyapti, xudo xolasa akalar. Shoshilib telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar akalar. Tektaga ham kelishaveramiz aka. Hammasi chiroyli. Xudo xolasa, bu so'nggi partiyamizda uka. Akalar, mana shunaqa
narsalarni shoshilib qoling, telefon qiling, da xolos aloqa chiqing, ishingiz bitadi. Akalar, bu so'nggi partiyamizni sog' va salomat bo'lasizlar akalar. Hamma chorvasiga Alloh baraka bersin akalar. Lekin shoshilib qoling. Bunaqa narsalarning narxi oshib ketib qolyapti. Xudo xolasa shoshilib aloqa chiqsangiz, mana shunaqalarga ulgurasiz. Sog' va salomat bo'linglar akalar.